Assalomu alaykum hammaga, hurmatli treyderlar. Bugun sizlarga ajoyib bir strategiya haqida video qilyapman. Ko'rib turishlaringiz mumkinki, biz fraktalda ishlayapmiz, ya'ni fraktal 2 indikatorlar bo'limidan mana 3 ta nuqtani bosamiz, indikatorlar bo'limiga kiramiz va fraktalni tanlab olamiz. Bo'ldi. Fraktalni tanlab olib, fraktalda ishlash qanday? Birinchi o'rinda ya'ni savdoga 5 sekundlik time frame 5 sekundda kiramiz va 5 sekundlik time frame ham 5 sekundlik, ya'ni intervaldan 5 sekund qo'ya olamiz, 1 minut emas. Xo'p, ishlash tartibi bizga mana bunaqa pastga qizil strelka chiqsa yuqoriga savdoga kiramiz, yashil strelka chiqsa pastga savdoga kiramiz. Bo'ldi shu. Savdo nimamiz oddiy, juda ishlab berish tartibi. Xo'p, $50 savdoga kiraman. Xo'p, boshladik unda do'stlar. Boshladik. Xo'p, signal chiqishi bilan savdoga kiraman. Ko'ramiz, 5 sekundga savdoga kirishimiz kerak. Xo'p, signal chiqdi. Yuqoriga, ya'ni pastga buzib bergani uchun signal uzilib ketdi. Xo'p, dash kuzatamiz. Biz dagon bilan savdoga kiramiz, chunki baribir по-любому 100% signal yo'q. Uni 100% aniq bilasizlar. Lekin ishlab berish nimasi yomon emas. Ishlab berishi yomon emas. Xo'p, dash savdoga kiramiz. Biz salkay chiqdik. Xo'p, plus. Yaxshi. $50 yana dashni kuzatamiz. Ya'ni bizga atkat bersa hozir signal chiqishi kerak. Signal chiqqandan savdoga kiramiz. Xo'p do'stlar, video, ya'ni YouTube kanalimizda bundan tashqari ham boshqa strategiyalar bor. Bemalol kirib ko'rib, обязательно sizlardan iltimos qilaman, like и kommentariya yozib ketingizlar. Kommentariya. Tak, pastdan signal chiqdi. Biz pastga urib yubordik, yuqoriga urishimiz kerak edi. Noto'g'ri ishladim. Yuqoridan chiqqan vaqtda urdim, ishlab berdi. Xo'p, dalshi hozir kuzatamiz o'g'ala. Kuzatamiz. Fraktal chiqishini kutsangiz bo'ldi faqat. Fraktal chiqishini kutsangiz bo'ldi. Xo'p, 2 1 0. Tak, ishlab berdi. Ko'rib turganingizdek. Xo'p, signallar yomon emas. Hozir 3-4 ta signal bo'ldi. Xudo qolsa 8000 qilamiz degan umiddaman. Xo'p, yana bizga 2 ta signal kerak bo'ladi. 8000 qilishimiz uchun. Agar hozir signal bersa yuqoriga savdoga kiramiz. Atkat berish kerak yuqoriga. Adashmasam shu momentlarda. Xo'sh. Glaniy bu yerda fraktal chiqishini kutish kerak, o'sha strelkani. Dalshi savdoga kirib ketaverasizlar. Xo'p, dalshi ko'rib turganingizdek signal chiqdi. Signal chiqqandan savdoga kirdim. Biz $100 savdoga kirishimiz kerak endi. Keyingi switchada sirasi yuqoriga savdoga kiramiz $100. Xo'p, bizda ishlab berdi, yuqoridan signal keldi. Shu yerdan savdoga kirib ketishimiz kerak edi, lekin mayli. Xo'p, $50 ga qo'yib olaylik. Adashma. $50 ga qo'yib olaylik va 100 mana pastdan chiqdi qizil switch, ya'ni strelka, yuqoriga savdoga kirdim. Tak, minus $100 sirasi izidan urib olamiz. Tak, plus. Xo'p, $8000 qilib qo'ydik hisobimizda do'stlar. Sizlarga rahmat. Video yoqqan bo'lsa, обязательно kommentariy yozib ketinglar. Iltimos sizlardan. Har bir inson kommentariy yozib ketsa, xudo xolasa yaqin kunlarda ya'ni konkurs o'tkazamiz. Shu kommentariy orqali xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Yutish ehtimollari ko'payadi sizlarda. Kim ko'proq aktiv bo'lsa, o'sha bola ya'ni yutish imkoniyati ko'payadi. Xo'p, sizlarga sog'lik do'stlar, salomat bo'linglar.